Xo'sh, bu venek sariyolaridan nima tayyorlaymiz? Kremsiz holda bir oy tursa ham qotib qolmaydigan tartaletka tayyorlaymiz. Avvaliga un hamda sariyoni yaxshilab kroshka qilib olamiz. Bir dona tuxum chaqamiz va 33% slivki solamiz. Chimdim tuz hamda vanilin sovurib, 10 gram razlixlitel qo'shib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindirib ham o'tirmay tartaletkalar yasab, 180 gradusga 15 daqiqaga qizigan duxovkaga qo'yib pishirib olamiz. Xamirlarimiz sovigunicha endi biz krem tayyorlaymiz. Palot tvorojniy siridan foydalansanglar, kremingiz bemalol qattiq, chiroyli gul chiqadigan holatda tayyor bo'ladi. Tvorojniy sir, saxarniy pudra va qizil sirop qo'shamiz. Qulupnaylimi, malinalimi farqi yo'q. Uchta masallig'imizni yumshatib olgandan keyin qaymoq qo'shib, krem holiga kelguncha mikser qilamiz. Endi tartaletkalarimizni ikki xil usulda yasatamiz. Ahamiyat beringlar, krem chiqishlarini dona-dona chiroyli bo'lib chiqdi kremlarimiz. Qizlarjonlar, endi yig'in qilganinglarda dasturxondagi tartaletka kremlari aslo erib ketmaydi. Amanda tartaletkaning pechenyasi bir hafta duxovka ichida qolib ketib ham umuman qotib qolmabdi.